أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: لا صلاة في الاستسقاء. Yağmur tilashda namoz o'qish yo'q dedi. Bu hozir udul istisqoga munosib ahkamlarga kirib ketdi. Istisqo talabus saqi yoki talabus suqya, ya'ni yağmur tilashdan iborat. Suv talab qilish, yağmur tilash degandek. Qur'oni Karimda va awhayna ila Musa istasqahu qavmu. Yani hozir shu istisqo degan yağmur tilash, yani qahatchilik bo'lgan chaqda, qurg'oqchilik bo'lgan chaqda, ziroatlar, chorvalar qiyin ahvolda qolgan chaqda yağmur tilashdan iborat bunda bir ahvol. Endi Hanifiy mazhabda buni hukmini la salata fil istisqa deb bayon qildi. Yağmur tilashda namoz o'qish yo'q dedi. Endi ulamolar shunda birlik kelgan bir o'rin bor. Yağmur tilmoqchi bo'lgan chaqda shaharning sirtiga, tuzlanlikka, bir maydonga yoki hayit namoz o'qiydigan hayitgohga chiqib, Alloh taolodan yağmur talab qilib duo qilish bor. Mushu sunnat deganda ulamolar ijmo, ittifoq. Undan keyin ixtiloflashib qoldi. Namoz o'qilamdi, mushuni yağmur tilgancha namoz o'qilmamdi. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yağmur tilgan chaqda jamoat bo'lib namoz o'qish yo'q dedi. Yani şada la salata fil istisqa, yani la salata cemaatan fil istisqa desek mi oldu? Ebu Hanife'nin qarışı şu. Yani cemaat olab namoz o'qish sünnet emas bununda. Bu qarash asasen şu. Ulamoning ichida Ebu Hanife'nin yolg'iz qarışı desek oldu. Tabi'ilardan İbrahim an-Naxai ve başqalar bo'lsa-mu, lekin mujtahid imomlardan faqatlam Ebu Hanife yolg'iz qilgan. Hatta sahibanmi jumhurdan billa namoz o'qish bor deb qaragan. Yani bu mazhabdagi imomlardan Abu Bakr Razi al-Jassas sunnat namoz yo'q, lekin namoz o'qib qolsa mayli degan. Abu Yusuf bilan Muhammad va Shafi'i va jumhur jamoat ulab 2 rakat o'qish sunnat degan. Ularga meyal bayon qilgani la salata fil istisqa innama du'a wal istig'for. Faqat duo qilish va mag'firat tilashlam bor degani Imom Abu Hanifa'ning qarashi. Nima uchun istig'for etish bor? Albatta istig'for etish, jumhurimiz istig'for etishni bor edi. Duo qilish, istig'for etish bor. Chunki yağmurni to'sab qo'yash nereden kelgansa gunoh ma'siyatlardan kelgan. Istig'for etgan taqdirda gunoh ma'siyatlar juyilib, shundan yağmurning yog'masligiga sabab bo'lgan sabab yo'qlab yağmur yog'ishi mumkin. Qala va in sallu furada fahasanun. Yolg'iz namoz o'qib qolsa mayli, u mubda ish demakchi. Undan keyin Hanifiy mazhabga vakillik qilgan qarash mishada. Mush kitobda bayon qilgani Imom Abu Hanifaning qarashi. Jamoat olab namoz o'qish sunnat degan bir ish yo'q. Sunnat bo'lgani yağmur tilashda duo va istig'for. Namoz o'qib qolsa mayli. Lekin yolg'iz namoz o'qib qolsa mayli. Jamoat olab namoz o'qish unda kelmagandi. Qala ta'ala: "Istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh alayhisalomning so'zi Isa'da faqul istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Nuh alayhisalomning qavmi tafsiri qilishicha, Muqatil rivoyat qilishicha, Nuh alayhisalomning qavmi uzun yillar Nuh alayhisalomni kazzabda payg'ambarligini e'tirof qilmay, Alloh iymon keltirmay shunda davomlashgandan keyin Alloh taolo ularga uzun muddat 40 yil deydi, 40 yil yağmur bermagan. Ayollari 40 yil tug'mas bo'lib ketgan. Ya'ni yağmurdan farzandni bermagan. Lekin bular qiyin ahvolda qilib Nuh alayhisalomning qishiga kelib duo qilgan bo'lsa degan. Xuddi masalan Makkada duxon yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin deb nuvaga, yani Makka mushriklari bir muddat ashunda qiyin ahvol qolgan. Qilib ashqdan
Ağzında ko'zi g'uvalishib, xuddi tutundek ko'rinib turganda bo'lib ketgan. Bo'lib ketgan chog'da Abu Sufyan kelib, Rasulullohning qishig'a "Sen silatir rahim qilaman deysa, bunda yaxshi gapni qilib, ma qavming hozir bunda alakulab ketib bordi. Duo qilgan" degan. Shunga o'xshash Nuh alayhisalomning qishig'i kelib, dard aytgan chog'da Nuh alayhisalom ularga "Istagfiru robbakum" yani Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, shirkni tashlanglar, tavba qilinglar, iymon etinglar. Shunda qilsanglar Alloh taolo rahmat darvozalarini ochib sizga. Yomg'irni mol-mol tushirib turdi degan. Tafsirga kelgan unda rivoyat. Buning vajili sizlar mush oyatda payg'ambar, ilgari payg'ambarlardan birisi bo'lsa-mu, yomg'ir yog'dirish ishida istagfiru va sallu degan gap yo'q. وقال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. Bu Hud alayhisalom surati Hud degan. Hud alayhisalom qavmini shunda shikoyat qilgan chaqda Parvardigoringlarga yelinib turib mag'firat tilanglar. Iymon etishlar mag'firat tilanglar. Shirkdan tavba qilib mag'firat tilanglar. Thumma tubu ilayh. Alloh taolaga tavba qilib qaytib, buningdan boshqa ibodat qilgan cho'qingan har qanday but va kazadan bizar ekanliklarini e'lon qilinglar. Shunda qilsanglar, nima bo'lmoqchi? Yursilis samaa alaykum midrara. Osmondan mo'l yomg'ir yog'dirib turadi. Yoki mo'l yomg'ir tushirib turadi. Sama degan so'zni osmon desak bo'ldi, bulut ya yomg'ir degan ma'noda tushunish mumkin. Mush oyatlarda allaqa irsalal matari bil istig'for. Yomg'irni tushirib berishni nimaga bog'lab qo'ydi? Istig'forga bog'ladi. Namoz degan gap yo'q. Bu hech bo'lmasa shar'un man qablana shar'ullana degan qoidaga chiqib qoladi. Bu oyatdan kelgan dalil. Hamda hadisdan dalil الحديث المشهور أن أعرابيا دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الكراع والمواشي. كراع دقيقة قتل الله والمواشي شرولا وأجدبت الأرض زمن قرغق سلقيته فادعوا الله أن يسقينا. أهوال مشو شوها دعاء قيغم بوسلا الله تعالى بزي يمو يغدر بيغم بوسلا فرفع يديه ودعا. Bu çağda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesini so'zlayotgan chaq, minbardagi chaq. Ne diqqat qilsanglar, ma duoda qo'l ko'tarish masalasi bor. Rafa yadayhi va da'a. Mushu o'rinda Anas radhiyallohu anhu Buxoriyda kelgan hadisda kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa. وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. İstisqadan başqa ahvaldagi duoda qo'lini ko'tarib baqmagan. Mush hadisga asosan ba'zi ulamolar istisqa, mush Anasning degan bo'yicha yana jangda Uhudda igiz ko'tarib Abu Bakr eslaldigo Allohumma intahlik hadil asaba falan tu'bada fil ardi abada degan chaqda. Va yana bir o'rinda uch o'rindan ko'tarish va boshqa ko'tarish yo'q deb turgan. Lekin hadis ulamolari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buningdan boshqa o'rinlardimi, masalan istisqo bilan ko'tarib boshqa ko'taring degan bo'lsa, boshqa o'rinlardimi qo'lni ko'targanligi haqidagi hadislarni to'plagan. Nurg'un, ya'ni 30 o'rinda qo'l ko'tarib duo qilganlikka kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi ulamolar maxsus kitob yozgan. Duoda qo'l ko'tarish to'g'riliq maxsus kitob yozgan. Ulamolar Hazreti Anasning maqsadi mushu o'rindan boshqalardan ko'mdim degan taqdirdimi? Boshqa o'rinlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini ko'tarib duo qilganligini ko'rgan sahobalar ko'p. Undan keyin man alima hujja ala man lam ya'lam. Endi hadisning davomiga kelsak, qala Anas radhiyallohu anhu was-sama'u. Hadisning davomida Anas radhiyallohu anhu Arabiy kirdi, Rasululloh minbar turgan chaqda yomg'ir talab qilib bergan bo'lsalar degan chaqda was-sama'u ka'annaha zujajatun laysa fiha qaz'atun. Shu chaqda osmon süzük, eynekdek. Uningda bir parcha cho'ng bo'lsin yo kichik bo'lsin bir parcha bulut ko'rinmagan chaq. Fanasha'at sahabatun va
matarat. Derhal süpsüz halatda Resulullah şunda dua kılırdı. Şu haman bir bulut şekillenip lam şakrap yağmur yağıp gitti. Hatta inner racula al-qawiyya la tahummuhu nafsuhu hatta aada ila beytin. Hatta ravurus qavul mezmut kişilerimi uyemge qanda qaytib olaman deb g'am yeb ketdi. Tahummuhu nafsuhu g'am besib oldi degan ma'noda. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Thumma anzala alaykum amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Yani o'zining jini bilan qoldi demak. Wa mutirna ila al-jum'atil qabila. Shu yaqqancha to'xtamay kelar jumaga qadar yig'iyverdi, to'xtamadi. Bu bir dalil. Endi mushu hadisda, bu sayinda kelgan hadis. Mushu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbardan tushib, chikirkat salati istisqo o'qiganmi, yo'q. Shu juma xutbasini tamomlab bo'lib, tushib juma namozi o'qigan. Abu Hanifaning dalili mushu. ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرة وتركها أخرى فلا تكون سنة. Yani bunun kirişi ilgiri Abu Hanife ayetin delil keltirdi, hadisin seyyidisini delil keltirdi ama bundan başka yani deliller var. Mesela Amr ibn Şuayb an abihi an ceddihi enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem istasqa fekala Allahümme isqi ibadak ve behaimek ve enşur rahmetek ve ahyi beledekel meyyit. Bu Abu Davud rivayet kılgan. Bunda namaz okudu degan gap yo'q deydi. Ma kitobda bayon qilgan minbarda turib duo qilgan ahvoldimi? Namoz o'qigan ahvol yo'q. Agar namoz o'qish sunnat degan bo'lsa, Rasululloh shu namoz o'qitib, uningdagi xutbasini olmasdan undan juma o'qitdi demoqchi. Yana bir dalil Ka'b ibn Murra radhiyallohu anhu dedi: "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala ya Rasulullah istasqillah." فرفع يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مريئا degan sinishlik ziyanlilik bo'lmaydigan foydaliq demak. Foydaliq yomg'ir yog'dirib baslar tabaqan umum foydalanadigan tabaqan ajilan darhal g'ayra ra'itin kechikmagan holatda nafi'an g'ayra darin foydaliq qildigan ziyanlilik bo'lmaydigan darhal yomg'ir yog'dirib baslar rivoyat qilgan. Buni Ibn Majah Sunan'da rivayet hadis. Bunun namoz o'qigan gap yo'q. Endi namoz o'qidi deb rivoyatlik kelgan. Sayyidlarda namoz o'qidi deb keldi. Mesela Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet qildi, anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam kharaja yawman mustasqiyan fasalla bina rak'atayn bila adan wa la iqama. Ibn Abbas'ning bir rivayetida qala fasalla rak'atayn kama yusalli fil 'id. Endi ular namoz o'qilgan rivoyatlarga tayanda Abu Hanifa oyatga va namoz o'qishni tilg'amagan hadislarga tayanda. Abu Hanifa jumhur tayangan hadislarni sahih dedi. Sahih deb turib, "Mana sahih, bu sahih." Endi ikkisiga qaraydi. Buning natijasi nimani bildirdi? Rasululloh bir qatim o'qib, ba'zida o'qib, ba'zi o'qimaganligini ko'rsatdi. Ya'ni hadisning mazmuni sallaha marra va tarakaha ukhra. Gayda o'qidi, gayda o'qimadi degan gap. Undan keyin namoz o'qish sunnat bo'lmaydi. Agar sunnat bo'lsa, buni tark qilmaydi. Hech bo'lmasa sunnat ko'p ahvollarda o'qib bir tark qilgan bo'lsa sunnat bo'lsin, ammo tashlamagan bo'lsa vojib bo'libdi. Va Umar radhiyallohu anhu yana Abu Hanifaning dalili Umar radhiyallohu anhu yomg'ir tilab Abbas radhiyallohu anhu ni duo qildirib yomg'ir tilgan. أنه استسقى بدعاء العباس يعني بخاري ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقونا. Bu Buxariyda va Muslimga rivoyatlar. Lekin bunda shu duo bilan lam kifoyalanganligini ko'rsatdi. Namoz o'qish yo'q demakchi. Hamda Abbas radhiyallohu anhu nimda duo qilgan desa, batning ostida qala Allohumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanbin
ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصنا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال. أين دعاء قيلنكن أسمان تغدك يعني أشلك قوة كندك يمغرن قوة تدين حتى أخصبت الأرض وعاش الناس شو ملصق وكتان مش واقعكتمو عمر رضي الله عنه عباسنا دعاء قباسلا داب يمغر تريان چغدا عباس دعاء قيلن نماز o'qishga gap yo'q dedi. Bu Abu Hanifaning dalili. وقال يعني عمر رضي الله عنه لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث. Bazılar namaz o'qish rivoyatini anglaganlar namoz o'qimillig'i yomg'ir tilashimizda namoz o'qimilliya degan chaqda Hazrat Umar ularga javoban men sizlarga yomg'ir tushirilgan osmonning haqiqiy cho'lponlari bilan yomg'ir tilidim dedi. Yani bu cho'lponlardan kelgan majadih degan mijdahning ko'pligi. Mijdah degan osmondagi yulduzlar degan ma'noda. Bu yerda bir o'xshatish bor. Arablar ashpalani yulduz bilan yomg'ir yog'adi. Mutirna binav kadar ma yulduzning sababidan yomg'ir yog'dirib berildi deydigan e'tiqod bordi jahiliyatda. Hozirda Umar radhiyallohu anhu haqiqiy istig'forni chin dildan qilgan haqiqiy istig'forni yomg'ir yog'dirilgan ochqish deb mana shu yomg'ir tilindigan haqiqiy ochqishlar bilan haqiqiy cho'lponlar bilan yomg'ir tilab berdim demoqchi. Ya'ni bu haqiqiy ochqishlar yoki osmonning ochqichi yoki yomg'ir yog'dirib beradigan cho'lponlar nima desa shu istig'for. Ba'zi rivoyatlarda majadih deganni mafatih deb kelgan. Masalan, bi mafatihis sama deganda. Osmonning ochqichi bo'lgan istig'for bilan, ya'ni yomg'ir tushadigan ochqichi bilan istig'for aytib, yomg'ir tilab berdim demoqchi. Buni Abdurrazzaq va Said ibn Mansur sunanlarda rivoyat qilgan, Bayhaqi rivoyat qilgan. Namoz o'qish sunnat bo'lmadi, lekin yig'ilib duo qilish sunnatmi yo yolg'iz duo qilsa bo'ladi? Ya bunlarda yig'ilib duo qiladi. Hatto ulamolar buningga xalqa adam biz ko'rib chiqiblar bunda nima qilgan shu. İmamul Muslimin. Mesela Arabiyma şu Resulullah'ın qish kelib dedi-ku. Hazrat Umar xalifa chiqdi. Davanken bu aslında cuma namazida kusuf mesela. Aslında çoğun işlardak cemaat toplanıp alayda qiladigan bir faoliyat bo'lg'achqa imomning o'rinlashtirishi bilan imom bevosita o'rinlashtirib qiladigan bir ish degan. Davanken bu cemaat ulab ataytan shani sirtishqamdo yoki bir yerda to'plangan bo'lsa shu yerdan duo qilamdi Rasululloh masjiddan salom qilgandek. Mana qiladigan bir ibodat. İmam qil jamoat anglab turamdi ama imom duo qilsa jamoat amin deb turdi. Qala Abu Yusuf va Muhammadun yusalli al-imam rak'atayn bila adhan wa la iqama. Abu Yusuf va Muhammad va jumhur ulama imom 2 rakat namoz o'qiydi. Bunda azan to'lmaydi, takbirmi tushmaydi. Lekin as-salatu jami'a deb to'lab qo'yish mumkin. Aytdi to'lg'andek. Yajharu fihima bil qira'a. Bu 2 rakatda ullik qiraat qiladi. Chunki ullik qiraat qilish masasida Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kharaja bin nasi yastasqi fasalla bihim rak'atayn jahara bil qira'ati fihima. Tirmiziy rivoyat qilgan. Laboganken aş namaz o'qiydi, jamoatlab namoz o'qiydi degan ulamolar, yani Abu Hanifa'dan boshqalar qilib qoldi hozir namoz o'qishda. Bular hammasi ittifoq. Jamoatlab namoz o'qiydi, ulli qiraat qildi deb. Mushahidga asosan. Thumma yaxtubu. Undan keyin xutba so'zlaydi. Namozdan keyin xutba so'zlaydi deydi.
istisqoda namoz o'qish ba deganlar, namoz o'qish sunnat deganlarning hammasi xutba o'qishmi sunnat degan. Chunki hadislarda shunda kelgan bo'g'achqa. İbn Munzir dedi, "Sabata anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salla salatal istisqoi va xataba." Yani bunda namoz o'qiydiganlar so'zlaydida buni ittifoq, lekin keyin bular o'zaro bo'linib ketdi. Bu xutbani namozdan ilgari so'zlamdi, namoz o'qib so'zlamdi. Chunki hadislar har xil kelib qolgandek bir ahvol bo'ldi. İmam Malik va Shafiy namozdan keyin xutba so'zlaydi. Chunki hayit namozimi? Namozdan keyin so'zlaydi, bu hayit qiyos qilamiz demoqchi. İmam Layth namozdan ilgari so'zlaydi dedi. İmam Ibn Munzir dedi, "Qadru ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu istasqa fa khataba qabla as-salah wa ruya an Umar radhiyallohu anhu mislu zalika ve bihi na'khuz." Namozdan ilgari degan rivoyatlar bor. Abu Dawud rivoyat qilgan, biz shuni tutamiz dedi. Undan keyin namozdan ilgari degan rivoyatlar bor. Namozdan keyin degandek mazmundagi rivoyatlar bor. Har ikkisi shunda ehtimolli. Mutanakkiban qavsa. Mutanakkibanning ish qilmasi bor. Mutanakkib degan bunda uchisqa ot bo'ldi. Es bo'ldi degan ma'noda. Chunki mankib deymiz-ku. Mo'risi. Tanakkib degan mo'risga es bo'ldi, ot bo'ldi degan ma'no. Yoki ba'zi ulamolar o'sha hadis kelgan tanakkaba qavsan degandek iboralarni yog'i unda tayindi. Ya'ni da yaga deb turib shuni yo'lib turib xutba so'zlagan degandek rivoyatlar kelgan. Aw mu'tamidan ala sayfi yoki shamshirga tayinib turib. Chunki unda xutba so'zlagan chaqda uzrroq so'zlab qilishi mumkin. Anikan charchab qoldi, herib qoladi deb unda deb turdi demoqchi. Shu chaqda qo'lda nim bo'lsa, Qur'on ulamdo nim bo'lsa, shuni unda deb tursa bo'ldi. Xutba so'zlagan chaqda shunda bir narsa tutib turish, bir narsani deb turish, shunda sunnat kelgan ahvollar bor. Shuni bizning diyorimizda bir kaltak va shunda o'qiydi. Bu hech bo'lmasa-da bir tarafdan xuddi xalifaga vakillik qilgan bir mansablik bir imomlikni, bir huquq, ya'ni buni bildirsa, ya'ni bir tarafdan xutba so'zlagan chaqda imomning qo'li u yoqda yo'qlash bo'lmaydi. Qo'lini bir joyga bog'lashayapti. Yo'da masalan minbardan keyin musli tutib turdi. Ya mikrofon tutsa bir qo'ldan uni tutib turdi. Xutba so'zlagach qo'li bir joyda yursa bo'lmaydi. Warawa ibn Kasin an Muhammad. Ibn Kasni biz Muhammadning shogirdi dedik. İmam Muhammaddan bunda deganligini rivoyat qildi. Annahu yukabbiru katakbiril Eid. Endi ko'pincha ulamolar bu nimaga qiyos qildi-ku? Hayit namoziga o'xshatdi. İmam Muhammad hayit namozida shunda ortiq takbirni tushirdi. Masalan 5 qatim va 6 qatim anda takbir tushirgan bo'lsa, hayit namozida endi ortiq takbirlarni tushirdim shundimi debdi. Lima rawa ibn Abbas radhiyallohu anhu annahu sallallohu alayhi vasallam salla fil istisqa'i rak'atayn ka salatil Eid. Mana hayit namozida 2 rakat o'qidi deb keldi bu rivoyat. Wa qala Abu Yusuf la yukabbir. Abu Yusuf va İmam Malik va jumhur shu odatlik namozda 2 rakat o'qiymiz. Ortiq takbir tushirish yo'q dedi. İmam Shafiy rahmatullohi alayhi Muhammadga o'xshash hayit namozida takbir tushirdi dedi. Yani bu yerdeki ixtilofning sababi hayit namozi qiyos qilamdiq, qilmamdiq degan. Lekin Ibn Abbosning kelgan rivoyatga qarta jumhur ulamolarida javob berdi. Kasalatul Eid degani rakat sonida va ullik o'qishda hayit namoziga o'xshash degan gapni bildirdi. Lekin ortiq takbir tushirish hayit namoziga o'xshash deganni bildirmaydi deb javob berdi. Yani yuqorida xutba so'zlaydi dedi-ku. Xutba so'zlaydi degan gapga munosabatlik bir xutba so'zlamdi ya arliqda o'tirib 2 xutba so'zlamdi deganda ulamolarning ixtilofi bor yana. Abu Yusufdan 2 xutba so'zlaydi debmi kelgan, bir xutba so'zlaydi debmi kelgan. İmam Muhammaddan 2 xutba so'zlaydi arliqda o'tirib degan İmam Shafiy mushqarashni tutgan. Yani ma'nosilda hayit namoziga o'xshash takbir tushirish masalasida Abu Yusuf la yukabbir dedi. Jumhur shunda dedi.
Davud Zahiri xalisa takbir shurda ortiq takbirlarni ayt namozdek xalisa quloqqa qishiga bir takbir bilan kifoyalandi dedi. Va qala Abu Yusuf la yukabbiru wa huwa al-mashhur. Wa huwa al-mashhur. Yani musho ortiq takbir tushmay odatdagi namozdagidan bir qatim quloqqa qilib o'qiydi degan qarash Abu Yusufdan kelgan mashhur qarash demakchimi yoki mushu masalada ulamoning o'rtasidagi mashhur qarash demakchimi ehtimolliq. Va huwa al-mashhur. لرواية عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين قبل الخطبة لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح. Artık tekbir şumda deganda ko'rsatdi bu. Nonki musho Hanafi mazhabdagi sahibaning qarashidagi muvaffaqroq qarash demakchi o'xshaydi. Va qiyasan ala salati fi sa'ir al-afza'. Yani başka her türlü dehşetli, korkunçlu günlerde okulduğun namazlar kıyas kıysak bunun da artıkça tekbir düşmektir. Hala ve yestakbilul kıblete bid-dua. Endi hazır cemaat qarab turib xutba so'zladi. Xutba so'zlab bo'lgandan keyin duo qilmoqchi bo'lganda imom o'rlab qibla tarafga yuzlandi deydi. لأنه سنة في الدعاء. Çünkü duada kıble tarafga yuzlanish bor. Ashunda bir qoida bor. Va yuqallibu ridaahu. Tonini o'riydi deydi. İmamlam o'riydi. Jamoat o'rmaydi. Yuqallibul imamu ridaahu. Nima uchunsa lima ruyannahu sallallohu alayhi vasallam qallaba ridaahu. Çünkü sayinda qallaba ridaahu va salla rak'atayn degandek rivoyatlar kelgan. Qallaba. Ba'zi rivoyatda havvala ridaahu deb kelgan. Qanday qildi? Tasbir. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يسن ذلك. تقليب الرداء سنة ماس unda ish yo'q dedi. Endi olimlarning ittifoq bo'lgan bir o'rin shu istisqoda qiblaga yuzlanib turib duo qilishda ittifoq shunama. Abu Hanifa duo qildi deydi, qiblaga yuzlandi deydi, jumhurimiz shunday. Namoz o'qishda ixtilof bo'ldi. Endi yana ixtilof bo'lgan bir masala taqlib rida. Abu Hanifa taqlib rida yo'q dedi. Endi taqlib rida haqida kelgan hadislarni qanday tushunsa desa, taqlib rida haqida kelgan hadislar bu shu chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki kiyimi bir tartib qolgandek bo'ladi. Ha? Yani kiyimi bir tuzashtiradigan bir ish bo'lib, tuzashtirmoqchi bo'lib, unda tartsa, peshin tartsa, tartilmabdi, keyin mo'risiga atib qo'ygan. Bu bunda bir endi shu chaqda bo'lib qolgan bir ish. Ataydi va qoidasi ma'rufdi deb bunda qilmagan deydi. Abu Hanifaning mushi tushunishiga dalolat qilgan boshqa bir rivoyat kelgan. Masalan, Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning bir rivoyatlarining bir variantida annahu qala istasqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va alayhi khamisatun lahu sawda fa arada an ya'khudha bi asfaliha fayaj'alahu a'laha falamma taqulat alayhi qallabaha ala atiqihi. Mush rivoyatda bunda kiyimni tuzashtirmoqchi bo'libdi. Sal tartib qolganki bunda o'rib qo'ydi. Degandek bir ahvol bo'lg'achqa Abu Hanifa bu namozning qoidasi bo'lganlikdan emas, kiyimni tuzashtirish uchun, yug'ishtirish uchun qilgan ishdi deb tushundi. Boshqalar yo'qmi shu istisqoning qoidasi bo'lg'achqa shunda qildi dedi. Endi shu taqlib rida shuni qoidasi batdi. Atay bunda qilgan deb qolsa, bunda hikmat nima? Hikmat ba'zi ulamolar Alloh taolo shunda taqlib rida qilish buyurgan deblam masalani hal qiladi. Qilsa qaydan bo'ldi? Jibril buyuribdi, shuni qildi. Shuni Rasululloh qilganda qilamiz. Ba'zi ulamolar ash qurg'oqchilik, qahatchilikni mo'lchillikqa aylantirish, o'ritish umid qilinib, yoki yaxshi palalish uchun unda qilgan deb tushundi. Alloh taolo buyurgan boshqa amal qilib qo'yganki, bitta o'qiydi, sahobalarga manda qilgan. Ya shu Rasululloh o'zining ish harakati bilan o'tgan shuni. Va qallaba ridahu bo'lgandan emli ko'rsatib o'tgan desak bo'ldi. Chunki Rasululloh hamma narsani so'z bilan o'tish kerak emas.
fi'lin nabiy sallallohu alayhi vasallam shunda sunnat bayon qilib beruvchi ish bo'ldi. Yani eğer alayda buyurulursa ben sahabıldın mesela Ebu Hanife'de şunluğun çıkıp kalsa Resulullah'ın tartışıp düşünüp kalması olurdu. Alayda bazen emrinin alayda boşlandırıp şahitler kendini kullanır. Onda tushungan bo'lib qolsin lekin taqlibi rido qilamiz deb tushunganlar bor emaslar. Sunnatda o'sha deb tushunganlar bor ekan. Bu anda endi bir ish bo'lgan ekan Abu Hanifa endi bir ehtimollik bor. Atay qilgashi emas deb tushundi. Endi shu taqlibi rido qoidasi bor deganlar, ya'ni jumhur deylar. Buni o'zaro ixtiloflashib qoldi. Ikki masalada ixtiloflashdi. Birinchisi, ashtonni qanday o'raymiz? Öğrüşün usulü qanda degan masala. İkincisi qachon o'raydi degan masala. Ana Hanifi mazhabda bu kitobda bir xil qarashni keldi. Va taqlibur ridai an yaj'ala janib al-aymani 'ala al-aysar va al-aysari 'ala al-ayman. O'ng tarafini so'l tarafiga, so'l tarafini o'ng tarafiga yutkazish iborat. Doktorning holatidek oldi esildigan tarafni dumduz qilib kelgandek bir ish. Shunami? O'ng tarafini so'l tarafiga qilsa shunday bo'ldi-ku? Bu bir xil usul. Ana Hanifi mazhabının başka kitaplarda bu sahibenin degan eğer bu murabba kim bo'lib qolsa, tüchchaz kim bo'lib qolsa, üst tarafini ostiga qilib kiydi. Bu bir xil taqlib. Ustini ostiga qilyapti. Bunda jumlah kim bo'lib qolsa, buni murabba degan kim, jumlah kim degan hozirgi bizning zamonning kimiga o'xshamaydi bunda. Jumlah kim bo'lib qolsa, o'ng tarafini so'l tarafiga qiladi demoqchi. Hadi kitapta bayan qilgan shu. Hem İmam Şafii rahmetullahi alayhi üstüne astıga o'ng tarafini so'l tarafga qilib o'raydi degan. Bundan degan jumhur ulamolar sahibaning qarashini İmam Şafii boshqa qarashni tutdi. Chunki hadislarga har xil kelib qolgan. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning hadisida qallabar rido degan hadis rivoyat qildi. Qilgandan keyin hadisdan anlagan tabi'i Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhudan so'gan. Tabi'i dedi, "Qultu ej'alu ash-shimala 'ala al-yamin wal-yamina 'ala ash-shimal." So'dim dedim. Ej'alu ash-shimala 'ala al-yamin wal-yamina 'ala ash-shimal am ej'alu a'lahu asfalahu deb so'sam, qala bal ej'al ash-shimala 'ala al-yamin wal-yamina 'ala ash-shimal. Ashaba hidda tushundu. Danki u sahaba Rasulullahning taqlib rido degan ishini ko'rib buni taqlid qilish bir sunnat bor deb tushunibdi. Bundan yuqorqi rivoyat jumhurning dalili. O'ng tarafini so'l tarafiga qilib o'raydi dedi. Yani İmam Şafii rahmetullahi alayh ustini astan qilib o'raydi deganning dalili bayatin biz Abu Hanifaga dalil bo'lib qoladi degan rivoyat. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning rivoyatining bir variantida استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. مش رواية شو. Bu İmam Şafii'nin ki üstünü aslan kıldı diyenge delil buluş mümkün. Yani bir taraftan Abu Hanife rahmetullahi aleyh'e delil buluş mümkün. Çünkü kimi bir tüzleştirmen de kıygan çağda ya istiğlaf kıldığı selvete da atvağındak. Mesela bunda bir ahval. Yani bunu güçlendirdiğine Abu Hanife'nin asas delili mi? Arabi Resulullah minber turup sudakan çağda yağmur tilisler diyen çağda yağmur tildiği şu çağda taklib eder diye bir iş varmaz yok. Şu sebeple Abu Hanife ile düşüngen. Konu kimlerin ki işte bu bichara holatda, tadarru holatda yelinib turib tilash uchun ba'zi ulamolar ro'z chiqadi, qari mo'mayli bo'lsin, ojiza hammalarni oldiga elib chiqadi. Hatto ular charvalarni haydab chiqadi. Ya'ni Alloh taoladan bunda hammalarni cho'ng qavli kishilarga rahmat qilmagan tadbirni kichiklar mo'maylarga rahmat qildigan ish bor deb boshida bir rahmatni istinzal qilish uchun bütün ishni ishlatilgan gapimiz. Koni kimmi shu jihatdan bo'lishi mumkin. Yani juljul holatida, bichara holatda. Yani bular ixtilof bo'lgan ikkinchi masala qachon taqlib rido qiladi degan masala. Abu Yusuf rahmatullohi alayh xutbasdan azroq so'zlab bo'lgandan keyin yerimlashgan chog'da taqlib rido qilib shunda davomlashtirdi degan. Bu Imom Malikning rivoyat qilingan. Ham jumhur ulamolar
İmam Ahmad, Malik yana bir rivoyatda, İmam Shafiy xutbasini tamomlab bo'lgandan keyin taqlib rida qiladi. Undan keyin qibla ko'zlanib turib duo qiladi degan. Bular taqlib rida qilamiz deb shunama. Qachon imom taqlib rida qilgan chaqda, ma jumhur ulamolar deydi, o'tgan jamoatmi imom o'rtirib so'zladi. Jamoat o'tirib qoladi. İmam o'rtib bilan ridosini almashtirsa, yoki o'risa, o'tgan jamoat o'tgan altdan ridosini o'riydi dedi. Nima uchun? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi degandek mazmun qilib, namozgidek ahvol qilib, agar ayol kishi olib qolsa, o'rmaydi. O'riman deb qolsa, tashirib qo'yish mumkin. Muhammad ibn al-Hasan, Imom Layth bular jamoat o kiyimini unda o'rmaydi. İmomlar o'riydi. Chunki jamoatning o'rishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarda rivoyat qilingan. Shundan imomlar o'riydi degan. Bundan balki shu Imom Abu Hanifaning kuchliroq bo'lishi mumkin. Chunki juma xutbasida zada o'rgan hol bo'lmagan ekan. Endi ma'lum bir sabab tufaylidan o'rib qolgan bo'lsa, bu qoida deb tushunib qolgandek bir ahvol mümkün. Yoki hech bo'lmasa ishkili ahvolning joizligini ko'rsatdi. Yani taqlibida alohida bir sunnat demasmi, bunda qilsamda yelinishning jumlasidan desak, yelinish munosib qanday ish o'z qilib baqsa bo'lganligini ko'rsatdi. Yani taqlibida to'g'riliq ba'zilar ishini teshig'uriydi deyish mumkin. Bu taqlib qo'ndi. Lekin ulamolardan unda deb baqmabdi. قال محمد رحمه الله أحب إلي أن يخرج الناس إلى الاستسقاء 3 أيام متتابعة. يعني يوم يغمى قاسا آقاقدن يقن تقتردمو آقاقدن 3 gün çıkıp qattiroq yig'ilsin, chiqroq basin Alloh taolo deyish uchun آقاقدن 3 gün chiqsa yaxshi deb qarayman deydi. Warwiya aktharu min zalik. Undan 6 kun ya bir hafta deb rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. İmam Muhammad'dan kelgan rivoyat. Bunda chiqqan chaqda ulamoning deyishicha, shunda eng yaxshi holat chiqdi. Ro'za tutgan holatda, tartilib, yuyinib, shunda bir pokiz holatda duo qilgan, istig'for aytgan, tavba qilgan gunohdan. Ondan kichik bola chaqalar qari churilnimi elib, ular charvalarni oldida haydab, bunda chiqdi deganlar bor. Qala va la yakhruju ma'hum ahlu dhimma. Ular bilan birga islom davlatida yashaydigan kafir fuqarolar, zimmat ahli bo'lgan ahli kitob, masalan, bular birga chiqmaydi deydi. Li'anna ibn Umar radhiyallohu anhuma naha anhu. Ibn Umar ularning chiqishidan to'sgan. Va li'anna ijtima' al-kuffari madinnatu nuzul al-la'na. La'nat qilish ehtimoli bo'lgan bir o'rin bo'lib qoldi. Kafirlar yig'ilsa, kufr degan Alloh taolaning barligini inkor qilishga bari tuzkorlik bo'lg'achqa, Alloh taolaning g'azabi yig'ish o'rni bo'lib qilish ehtimoli bor. Fala yakhrujuna inda talabir rahma. Shunga bular rahmat talab qilgan chaqda birga chiqmaydi. Qala taala: "Va ma du'aul kafirina illa fi dalal." Aslida bu ahli zimmanimi mesela bir hadiste diyor fi kulli zat kabidin ratbatin ajrda. Hiç bulmasam da aqalli tadı bahime qatarda hisoblasakmı bir jalliqqanmi bu? Alaysat nafsa bir nafsin inson deylar. İnsan bo'lsa bir jalliq. Davab kal an'am bal hum adall. Ularga aslida bo'lma shunda ochiqlikda qachilik qolsa bu asli rahmat talab qilishga munosib bir ahvol bo'lishi mumkin. Nagi birlari chiqdi desimi bo'ladi. Qala taala va ma du'aul kafirina illa fi dalal. Kafirlarning duolari faqatlam zoya bo'lib ketilgan, ziyonlik keltiradigan duodan iborat degan. Lekin unda qanday vaqt o'qildi masalan, turbi suv olganda o'qmayman. Shu turbi suv nereden keladi? Yomg'irdan keladi. Turbilik suv yomg'irdan keladi. Yomg'ir yog'masa turbidan suvi to'xtab qolishga boshlaydi. Suvlar undan nima chiqadigan gap maydonga ko'rib chiqadi. Masalan, Istanbulda yaqinda uzun bo'lmadi. Qisqa o'qib bir hafta to'xtamay yomg'ir yog'di.
Çünkü İstanbul'unki tübülük suları şu yağmurdan kildi. Hatta Nil Deryası'nki bu sulumu yağmurdan kildi. Ay bu hayret Victoria, şu Epopiyada, Kenya, şu Nil'da tübülüklerge yağmur uçudu. Yağmur ya tumğanken da jığılıp kölçeklerini payda kılıp ekip şurada Nil Deryası'nın beşini şekillendirdi. Demek bu sumu yağmurdan keldi. Kanun şu muhteşem hastalık, şunun kıyaslı başka böyle tepelerde noktalarda tükenmegen. Mesela meyada yağmur bek bulduğunda berde yağlaması geçer. Hatta o yağmur afet olup işte yağmur top dişinin kullanması. Seyindeki aşediste, Arabi kilip dua kılgan boğazlar yani dua kıldı. Bir hafta toxtuma yağdıma, yaqqan eken toxtuma yağış arkalık yollu toslap gitip, ekip gitip, öyle öğürlük düşüp, ulağlama ölüp geçişke başladı. Qaniken yani şu Arabi buluşu mümkün. Kiler cumadi kilep ya Resulullah hareketil kiraval mavaşi ve suddatul turuq yolda takılıp kaldı, uyumuzga baranmay kaldık, yolda mağanmay kaldık. Çarılı öleket kıldı, dua kılgan bolsa, yağmurni to'xtatgan bolsa. Yani ki yana Allah Taala yolunda dua qildi, yağmur o'chib to'xtadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dua qilgan chog'da Allohumma havalayna la alayna. Ey Allah bizning Madinaning atrofiga, sayliqlarga tushirib bersan. Sayliqqa tushganiki asta uning foydasi qilgan gap, ziyonli qilmaydi. Havalayna la alayna degan ekan, Madinaning atrofiga tushib, Madinaga tushmay bulut bunda echilib, Madina xuddi kaljavba dedi. Bunda bir ozgaldaklam osmon undalam esib qoldi dedi. Yani jumla Madinaning usulam ochiq suzuk, boshqa qora bulut bor. Yağmur yog'ayotganlar. Hadisda shunda. Shundan ekan, yağmur yig'ishqa, yağmur tilash duosi qildikmi? Yani yağmur ko'p yig'ib, ziyonli qilib ketgan taqdirda yağmur to'xtatish uchun duo qilgan. Rasululloh qilgandek. O'xshash bilan. Lekin vaqtda qarning gapi yo'q. Biz yuqorida shu al-afza' dedik-ku, har turli dahshatli ig'ir ahvollarda namoz o'qish bor edi. Endi kafirning duosi javob bo'lmaydi degan mushu nuqta mahall nazar. Kafirning duosi javob bo'lishi mumkin. Yani bu ayette ve ma du'al kafirin illa fi dalal degan kafirlarning Allah'dan gayri o'zi iloh deb qaragan butlari, shu ma'budlarga qilgan duolari bika degan ma'no. Chunki bu oyatning 5ida shu mazmun bor. Lahu da'vatul haq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna bi shay'in إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني كان يدعون من دونه Allah'ın gayri dua kılanın duası hem bikadır. Allah dua kılsa bika olması mümkün. Kur'an-ı Kerim'de şunu münasebet başka ayetler var. Taza beşir gün düşken çağda Allah Teala dua kıldı. Felemme keşfna nudur. Astayana biz onu kayıtlı diyen. Ama yana İblis dua kıldı, icabet kıldı o. Kale anzirni ila yevmi yub'atun. Kale inneke minel munzarin. Dua kıldı. İblis ra'sul kufr. Dua diken tapşırık. Hiç kafirlerin duası icabet kılınamdı. Bu belki hem de kalamga ya ki başka ilimki münasebet buluşum mümkün. Kafir Allah dua kılsa nereden duası icabet olmayı diyende gep kıldı. Lekin cevap bulamdı diyende böyle izlep bakılma. Bulap kılışı mümkün. Yani Nuh Aleyhisselam mı dedi o? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Dua kılın dedi. Elbette mağfiret talep kılınlar. Sil tövbe kılıp, iman etip, istiğfar ettiğin diyen manda. Lekin şunda olsun şu bir duanın içi alır demdi. Yani 9. meselede, ahirki meselede وَلَا يَخْرُجْ مَعْهُمْ اَهْلُ الذِّمَّةِ dedi o. Köpçülük ulemalar şunda dep qaraydı. İmam Malik ehl-zimma çıkmaz tosmaymayız dep qaraydı. Yani salat isqaninki vaqti qachon? Qanday vaqtda chiqida shaga chiqsa masalan. Yana bir kundan masalan, atgandimi, kechdimi, kechidimi? Qanday chaqda? Shashka. Eydimiz qiyas qilsa shashka deymiz.
Cuma vaqtini bo'ldi. Mesela Imom Shafiy bir vaqtga xas emas. Qanday vaqt xis bo'ldi? Masalan, juma vaqti keldi, juma vaqti duo qildi, istisqo qildi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan bir rivoyatdan Aisha radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xaraja ila al-istisqo'i hina bada hajib ash-shams. Quyoshda bir uch ko'ringan chaqda istisqo chiqdi dedi. Chiqishi shu chaqdan boshlangan, lekin istisqo qilib masalan namoz o'qidi degan rivoyatga asoslansak, namoz o'qish qachon bo'lgan desa, nayz bo'yi ko'tarilgandan keyin. Yani şu aralıktan daha etkaya, şahınızlık tüzlenlik çıkışta 15 minut vakit tutarsak, biz küm çıkıvattan çağdın tatıp, neyz boyu kötülengenге kadar 15 minut, 20 minut vakit tutardık o, namaz caiz olduğun çağı. Şu çağda çıkan, lekin namaz ne? Ya ki istiğfar ve dua ne? Şaşgah vakti kirgen çağda, heyet namaz okuyduğun, etiken saat 8-9'lardaki vakti okuyan, deyiş mümkün. Yani evzel vakti şu, desek, cuma vakti olsun, başka olsun, udul kelgen çağda okuş mu caiz deyiş mümkün. İmam İbn Hazm cuma vaktida Resulullah sallallahu çağda okuş evzel degan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Peygamber ivatisidan burun sabiy çağda Abdülmuttalib Resulullah'ni echiqib turib, Mekkada şu qachib bo'lib ketgan çağda Resulullah'ni echiqib turib, yomg'ir tilgan rivoyatim bor. Bazı rivayetler ya Peygamberlik kelgandan Abu Talib'nin zamanında bo'lgan deyilgan. Yoki Abu Talib Peygamberlik kelishdan burun chiqib yomg'irtilgan degan bo'lishi mumkin. Abu Talib'ning Rasululloh haqida degan she'ri Sahih Buxoriyda bor. Va abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramil. Va abyadu yustasqal ghamam biwajhihi. Yüzü şuna nurana nur yig'ib turadigan zot shu nurani chiroyi bilan yoki shu Allohning huzuridagi martabasi bilan yomg'ir tilinadi dedi. Bu zot yana yetimlarga boshpana bo'ladigan, tulxutullardan xabar oladigan unda saxovatchi zot demoqchi. Balki Hazrat Umarninki degan so'zlari balki boshini tortib Resulullah Mekke'deki çağda, kişilikte Müslüman bulmayan çağlarda Abdülmuttalib ya Ebu Talib'la şebi keltirip durup Resulullah'ını tiligen ahvallarını ondan keyin Arabi kirib dua qilsa ya Resulullah dedi o dua qildi shunda istisqo qilgan ahvallarını ko'rsatsa keyin anda Resulullah vafot bo'lgandan keyin Abbas radhiyallohu anhu Resulullah sallallohu alayhi vasallamning tag'isi etdi. Resulullah'ın eng yaqin dadisining o'rnida deyish mumkin. Nima? Amr rajul sunu abi. Mesela Abu Bakr radhiyallohu anhu xilofat davrida qo'shin o'tgan chaqda Abbosni chiqib duo qildi dedi. Yani Abbos Rasulullohning tag'isi bo'lg'achqa Allohning huzurida Rasulullohning martabasi qanday katta bo'lsa, u tag'isining bir martabasi bo'ldi. Undan keyin ulamolar Müşo Umar radhiyallohu anhu'ningki Allohumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatasqina deb oxirida va inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina deb bunda istisqo duosi qilganligini bu yerda tavassul degan so'zni burunqi sahoba ikramning zamonida davrda shibi keltirib duo qildirish, ya'ni shuning duosidan foydalanib yomg'ir tilash degan mazmunda tushunildi. Ya'ni buni vasila qilish degan shundan duo talab qilish degan ma'noda. Buning joizligida hamma ulamolar ittifoq. Birisining duo talab qilishning joizligida, ya'ni shu maxluq Allohga duo qilish, nima? Duo qilsizlar, ya duolarni yodda tutib tursa bizni. Duoni unutmaslar degandek, yaring duosini duo qilib qo'ysa degandek, bunda ittifoq hamma ulamolar. Lekin ash kishi hayot bo'lgan taqdirda, ya'ni duo talab qildik biz birisi. Shu bo'lsa hayot bo'lsa, hayot kishidan duo talab, duo qilsa deb. Mesela Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umar umr qilaman deb ijozat so'ragan chaqda, "Ya akhi la tansana min du'aik" degan. Yana Uwaysil Qarani bilan uchrashib qolsang, duo qildigan, sen mag'firat tilashni talab qilgan degan. Va Hazrat Umar shuni ko'rishgan chaqda shuni talab qilgan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden talep kıldığı, azanıkin dua kıldığı, "İs'alullah liyel vesile."
Allah Teala'dan bana vesileni tilanglar dedi. Lakin bu hayat kişilerden dua kılışını talep kılış bu mu bir xil tavassul ma'nosida. Yani bu biz dua kılışını talep qilgan kishi o'lik kishi bo'lib qolsa, yoki biz tavassul qilgan kishi o'lik bo'lib qolsa, yoki yo'q kishi bo'lib qolsa mishadi. O'lik kishilar bo'lib qolsa biz dua qilib qo'yish buyurilgan, shunami? Biz qabrisini ziyorat qilib, assalomu alaykum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Nasallohu lana va lakum al-afiya antum as-sabiqun nahnu al-lahiqun degandek duoni qilish buyurilgan. Qilgan shu. Bundan dua talab qilinmaydi. Hamda shuning Allohning huzurida bir o'rni martabasi deb ko'z tutib, faloni haq hurmati, faloni zotningki huzurlarida bo'lgan martabasi bilan so'rayma deganda gaplar bo'lib qolsa, faloni haq hurmati bilan so'rayma, ey Alloh mushohidini ravo qilib pasla degandek bunda bir so'rash bo'lib qolsa, ba'zi ulamolar joiz qilinba. At-tawassul ila Alloh bi ahadin min xalqi. Ba'zi ulamolar joiz qilinba. Mesela Al-Aziz ibn Abdussalam joiz deb qirgan. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin Rasulullahni shunda tavassul qilib duo qilsak bo'ldi, Alloh taologa duo qilsak bo'ldi. Chunki Rasululloh sayyid valadi Adam. Lekin Rasulullohdan keyin o'lib ketgan boshqalarni avliyo bu deb tilashga bo'lmaydi deb buningga ama bir kishininki hadisini dalil qilgan. Termiziy rivoyat qilgan. Ama kishi mana shu amalni bir saqaytishga duo qilgan bo'lsalar degan chaqda ya ishkini birini tanla duo qilib saqaytib qo'ysa yoki sabr qilib jannatga erishasa degan chaqda sabr qilay desa, duosan ta'tilib, ta'tilni ravs ilib mush duoni qilgan. Allohumma inni as'aluka va atawajjahu bi nabiyyika nabiyyir rahmah ya Rasululloh inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadihi lituqda li Allahumma fashaffi'uhu fiyya degan mujna bir rivoyat kelgan Tirmiziyda. İmam Ahmad mo shunda Rasulullohni shifi keltirib bunda Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyingi ahvol bo'lsa Rasulullohni shifi keltirib nuqis buldo deganda qarashlar kelgan. Lekin ulamolar ba'zilar masalan Ibn Taymiyadek ulamolar ya u maxluqlardan birisini tavassul qilishni joiz emas degan. İmam Abu Hanifa va Abu Yusuf rahmatullohi alayhimalar va boshqa ulamolar joiz emas deb qaragan. Deganda bu shu at-tawassul ila Alloh bi ahadin min xalqihi bu qarashani kafir deb aytilgan darajaga bunda masala emas. Shu Ibn Taymiyah mo buni shikil qarash va ba'zi ulamolar bo'ldi degan bor, lekin men bo'lmaydi degan qarashni tutaman degan. İmam Muhammad ibn Abdulloh mo Kitab at-Tawhid degan risolasida at-tawassul ila Alloh bi ahadin min xalqihi mas'alatun xilafiyya. Yani başka kitapların meselesinin fıkhiyye degan. Hem de Hazreti Ömer'nin hadisindeki kunna netavassalu ilayka ve inna netavassalu ilayka bi ammi nabiyina degan. Netavassal deganning ma'nosi nima desa, bu Abbosdan biz duo talab qilib, shifi keltirib turib, tilaymiz sendan degan bu. Yani bunda Abbos hayot, ama hayotdan duo talab qilishdan iborat degandek mazmun tushungan. Lekin bu shu masalada tavassul masalasida ba'zi kishilar ya ayyuhallazina taqulloha va bitagu ilayil vasila degandek oyatlarni burumlab tushunib, aslida bu al-vasila mishada Alloh taolo yaqinlashtirgan vasila nima? Toatlar, solih amallar, nima? Iymon, mushu narsalar. Lekin ba'zi so'pilar va ba'zilar solih kishilar, avliyo shuni vasila qilsa, mush oyatda buyurgan ibtigal vasila kiritdi deb turib hatta ba'zida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan "İza a'yatkumul umur fa'alaykum bi ahlil qubur" degandek rivoyatni qilgan. Yoki "Fastaghitu bi ahlil qubur" degandek. Lekin bu hammasi haqiqatdan jiroq, azg'ulliq deylar buni. Ay salata awahumul ghar degan hadisdami shaylan solih amallarni vasila qilib, shuni shifi keltirib deymiz. Vasila qilib deganga shifi shuni tilg'ab turib, mana bunda qilgandim deb Alloh taologa duo qilgan. Bundan ekan bu vasila masalan so'pilar shunda azg'ulliq qilib ketganlar va qabrdan bir narsalar degan darajada bo'lib ketgan. To'g'ri tavassul nimasi o'sha sayyidisida keldi. Kelgan ekan Alloh taolo uduni astajib lakum degan ekan. Biz o'zimizni bakar xatarga yo'liqtirgan ahmoq bo'lmay.
Allah Teala duasida undatilar. Vesile qilsang salih amallarni vesile qilsak masala saqaydi. Ekan ma hadis kelgan natavassul ilayka bi ammi nabiyina degan shu. Shuni shipi keltirib turib, shuni mishaga ekib turib, duo qildirib shuni sana yuzlanib tilaymiz degan ma'noda. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.